Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kamina kamtarin ko'zochi dastavchiga ish faoliyatim boshladi. Birinchi zakazimiz 18:37 daqiqani o'tgani ma'lum bo'lmoqda. Hurmatli obunachilar, Yashnobod tumaniga ikkita zakaz ketma-ketlikda tushgan. Afsuski bitta zakazimiz zakazchi o'zi shaxsan iltimos qilib olib ketdilar, lekin biz ogohlantirdik. Uyga borganimizdan keyingina yo'lcha bosasiz deb ogohlantirganmiz. Albatta u mijozimizdan shuni tilab qolgan bo'lar edimki, Продолжайте движение прямо. to'g'ri zakaz tochkaga borganimizdan keyin yo'lcha bosadigan umiddamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, omad tilab turinglar. Через 50 метров перейдите дорогу. 06:45 gacha ish faoliyat olib boradi. Kamina kamtarin ko'zochi dastavchiga ish faoliyati ertaga 17:00 dan 05:00 gacha va yakshanba kungi dasturimiz 18:00 dan 02:00 gacha. Vaqtlar o'zgarishi bilan xabar beraman. Kamina kamtarin ko'zochi dastavchi kanalini kuzatganligingiz uchun olingan rahmat.